Bir oylik chaqaloq nimalar qilishni biladi? Ovoz kelgan tarafga qayrilib qarashni. Bu vaqtda bola nigohini harakatlanayotgan narsalarga qarata oladi. Bir oylik chaqaloq qo'l va oyoqlari bilan ona bag'rini o'zidan kuch bilan surishga harakat qiladi. Sochlarini yoki ipli o'yinchoqlarni qo'llari bilan yulishi mumkin. Bola o'zidan 30 santimetr uzoqlikdagi narsalarni oq-qora ko'ra boshlaydi va bu unga yoqadi. Bola barmoqlari bilan sizni qo'llaridan ushlashingizni, munosabatingizni his qila oladi. Mayin silashlaringiz unga yoqadi. Bolada juda muhim himoya odati, ya'ni yerga qaratib yotqizilganida boshini chapga va o'ngga qayriltiradi. Nafas olishga imkon yaratadi. Kekradi. Bu ovqat yeganidan keyin sog'lig'i uchun muhim. Agar chap yoki o'ng yuziga barmoq bilan tegilganda, u shu tarafga ovqatlanmoqchi bo'lib, so'rg'ich qidirib qaraydi.